Salom. Bugun nima qilamiz? 56 14 68 21 14 07 29 70 ga aka shu kartaga 2 200 ming tashlab yuboring. Bayramimiz bor. Bo'ldi gap yo'q. Chunki Reverim shovi boshlanibdi. Tashlaymiz. Nima tashlaymiz? Kurashadi. Faqat pul. Katta raqam. 56 14 68 21 14 07 1407 29 70 29 70. Ya telefon raqam kiritilmadi. Telefon raqamni kiritmadi. Shuning uchun birinchi o'zimiz telefonimizga tashlaymiz. Kattamiz, tashlaymiz. Orqaga olamiz. Bosh holatdan 56 14 68 18 13 63 07 81 90 3 7 13 20. Oldinga. Bu mana buni qilamiz. 3 million tashlaymiz hozir. Keyin o'tkazib yuboramiz. Oling. 1 2 mana shu 200 ming. 300 ming. 400 ming. 500 ming. Mana 600 ming. 700 ming. Oh, mana 2200 ming. Bizni shopga tushdi, to'lash. Oh, mana chop etish. Mana 200. Oh, ana chiqdi. Oh, mana chiqdi. Xullas kalom. Chekib tashlab qo'yamiz. Menga obuna bo'linglar. Kimga qancha pul kerak? Kommentariyaga yozib boringlar. Kommentariyani portlatib boringlar. Xullas kalom, Reverim showida qatnashganimda Dilmi meni 100 million so'mga sotib ola olmadi. Sababi vodiyda bolalari mehnatini sotadi, vijdonini sotmaydi. Reverim showini tomosha qilinglar. Dilmini kanalida. Bu hayotda yo sen yeysan yo sen yeyishadi. Reverim Show 26 dekabr. Dilimiy yaxshi bola YouTube kanali.